Assalomu alaykum hammaga. Bugun datchikni qanaqa nastroyka qilishni ko'rsatib beraman. Chunki har doim zavodskoy nastroykasi mana bu termostatga mo'ljallangan bo'ladi, simlikka emas. O'shani simlikka o'tkazishni o'rgataman. Zaodno maksimal gradus to'g'irlashni ham ko'rsatib beraman. Hop, buning uchun bizga datchik tokka ulangan bo'lishi kerak. Mana shu off yozuvi chiqib turishi kerak. Ikkita knopkani bosib turamiz. Hop, chiqdi. Kitobli znak bitta bosamiz, in turibdi. Bu mana ichki termostatdan, mana sensor ichki termostatdan ishlaydi. Buni out qilib qo'yamiz. Yana bir marta bosamiz, 35 gradus chiqib turibdi. Bu bizani predelimiz. Buni ham o'zi maksimalni 60 bo'ladi. Biza 5 gradus zapas qilib 55 ga tushirib qo'yamiz. Yana bir marta bosib, yana mana 9 hik. Buni ham 55 ga qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, hammasi joyida. Bu necha gradusda o'chib yonishi, bu 2 tur urgani yaxshi. Mana u turibdi. O'chiramiz datchikni, yoqamiz. Hop, bizda mana bu datchikni ishlaydiganga o'tkazdik. Yana tekshirish uchun endi bosib turamiz.